Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Keyingi zakazlarimiz mana 4 teshi 2 ta romli Namangan Norin degan joyga olib keldik. Ko'rib turganinglardek o'rnatib bo'ldik. Bitta 2 qanatli, 3 ta 1 qanatli olib keldik. Mana pena qisib olmasin deb o'rtasiga yog'och qo'yib qo'ydik, reka. Ko'rib turganinglardek mana. Oynalar doimgidek germetiklangan, yaxshi zamonlardan qo'yyapmiz. Kamizlarimiz ham romlarimizga yodiy ayna solib bering dedi. Yodiy ayna solib berdik romlarga. Mana bir qanatli eshiklarimizda ham romimiz. Bu bir qanatli eshigimizni keyin maydan bo'lar ekan. Shunda o'zlarimiz o'rnatib olamiz dedi. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa eshik rom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabchilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanobchasi ichida xizmatidamiz. Kvadratini mana 700 ming so'mdan olib o'rnatdik mana Namanganda Norin degan joyga olib keldik. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.